Prezidentimiz ham juda ko'p qaytaryapti. Ya'ni bir mahalla, bir mahsulot. Farg'onada shunaqangi tumanlar, hududlar bor. Butun mahalla bir xil turdagi, bir xil navdagi mevani ekadi. Ular o'zlari ekmaydi. Bu yerga ekadigani bor. U ekadi, u qaraydi, u o'sha vaqtida hamma uchun bir xil dori beradi. Mahallaga kirsangiz, odamlar uyida hammasida bir xil ekin. Yoki shaftoli, yoki o'rik, bir xil meva turini ko'rasiz. Nega bunaqa qilasiz? Ular eksport qilishga moslashgan. Afsuski, ular juda ham hajmi kichkina. Ya'ni boshqa joyda mahallada ko'rsangiz, qishloqdan o'rigini olib, mevasini olib sotayotganlar bor. Bir mashinaga yuklaydi-da, olib borib sotib keladi, bo'ldi, u bilan tugaydi. O'shani bir tog'ora tersa ham, 500 kilo tersa ham, 10 kilo tersa ham shu mashinada olib borib sotib keladi. Unga yo'l kira xarajat, hamma yo'q xarajat bo'ladi, to'g'rimi? Bu yerga mahalladachi? U mahallada o'sha meva bir xil paytda pishadi. Bu yerga yuk mashinasini katta eksportga mo'ljallangan xaridli mashinani bitta olib kelsa, shu mahalladan to'lib chiqib ketadi. U pulini hammasi o'sha birdaniga bir xil paytda to'lash imkoniyati, bir xil mahsulotni eksport qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zbekistonga kelayotgan, chet eldan kelayotgan mevalarni ko'ryapsizlar, hammasi bir xil. Shakli ham chiroyli, to'g'rimi? O'zbekistonda qishloq xo'jaligini oldida turgan katta muammo mana shu.